hozir ham ajablantirishga tayyor turibdi. Bizning eng jajji qatnashchimiz Shukrona Komiljonova. Qarshi oling. O'tgan safar sahnaga chiqqanimda qo'rqmadim. Surinam poytaxti. Paramaribo, Avstraliya, Canberra, Tailand, Bangkok, Nepal. Ketmandi. O'sha kun 4 ta ha olganim uchun, yutganim uchun adamanga chemadon olib berdilar. Hamanda chemadonimni o'sha chemadonni xohladim. Qo'g'irchoq olamadingiz. Nima qilaman? Yosh bolamasman-ku. Maktabga boram paytim, "Men seni ko'rdim, men seni ko'rdim, men seni ko'rdim" deydi. Hamma meni butun dunyo ko'rdi. Ertalab turaman, qo'l-yuzimni yuvaman, choyimni ichib, kiyinib, maktabga boraman. Maktabdan kelib, oyimga yordamlashaman, choy ichib bo'lgandan keyin. Oyimdan olib idishlar qolgan bo'lsa, o'shalarni yuvib qo'yaman. Gubkani birinchi sonlab olaman, keyin ho'llab, ko'piktirini chiqarib, keyin aralashtirib yuvib qo'yaman. Stomatolog bo'laman. Tishni davolaydi. Men bitta tishimni maktabda oldim, qo'l bilan. Sezilmadi. Og'rim ekan. İkincisini oyimla ip bilan tortib oldik. Shaharlar уже o'rganib, endi shaharlari bayrog'ini o'rganaman. 102 ta bayroqni yodladim. Bu safar ham yozsam, xolama, vadabegama, akama, oyima, adama, singlima iPhone olib beraman deganman. Shukrona Komiljonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukrona, qalaysiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha. Sizni ko'rib turganimizdan yana bir bor juda ham xursandmiz. Har doimgidek shirin, beg'ubor va nafaqat bizga, balki ayni damda ekran ortida kuzatayotgan har bir tomoshabinga a'lo kayfiyat ulashuvchi jajjigina qizalog'imiz. Nima bilan bizani endi bugun qoyil qoldirasiz? Barcha davlatlarning bayrog'ini siz ko'rsatasiz. Men qaysi davlat bayrog'i ekanligini aytaman. Bo'ldi. Uzumurgilli shirinligingizni qarang. Demak, qarsakilar jajji ishtirokchimizga va Shukronaxonni birinchi chiqishlaridan keyin juda ham katta auditoriya yig'i oldilar deb bemalol ayta olamiz, chunki ularning muxlislari juda ham ko'p, hattoki men bilan birga ishlaydigan hamkasblarim ham kecha ishdan ketayotgan Shukrona chiqadimi ertaga? Chiqa, bo'lmasa shu qizga ovoz beraman deyishdi. Endi qanchalik ovozlar sizga haqli ekanligini menimcha bugungi shartimizdan keyin bilib olamiz. Kelishdik? Xo'p. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Boshlaymizmi? Ha. Ket. Qani, tayyormisiz? Ha. Dominika. Dominikan Respublikasi, ha? Qatar. Men bunaqa davlat borligini o'zim ham bilmayman. Siz bo'lgani hozir bilib olaman. Antigua Barbuda. Bu qiyinligini qarang. Ko'cha. Kiribati. Uganda. Haqiqiy. Ana sahnaga qarang. Ha. Xo'sh. Zambiya. Zambiya. Men kecha nima yegan ovqatimni esladim. Fiji. San Marino. Mana bunaqa davlatni ham bilmas ekanman. Vanuatu. Bayrog'ini qarang, birinchi marta ko'rishim bunaqa bayrog'ni. Palau. Mexico. Unda anu modellar chiqib kelyapti, biz sekin bal qo'yayotganga o'xshaymiz. Polsha. Polsha. To'g'ri. Tanzaniya. Avstraliya. Bocha. Liberiya. Qoyil. Malayziya. Malayziyadan hamma topdi bitta. Bucha. Gvatemala. Gvatemala, gap yo'q. Ko'cha. Madagaskar. Brunei. Yangi Zelandiya. Barbados. Kipr.
aniq bilaman Bobur aka, siz ham bilmaysiz bunaqa davlat borligini. Mana qarang. Mikroneziya, Bayrog'i qarang. Bahrayn, Liechtenstein, Voy, men ham bilmasdim bu davlatni. Ne, Liechtensteinni bilaman men lekin. Panama, Panama buni ham bilaman. Cabo Verde, Honduras, Bu Boliviya. super! Qoyil. Молодец, gap yo'q. Shukrona, birinchi navbat sizga kattakon rahmat demoqchiman. Bilasizmi nimaga? Chunki siz bahona ba'zi bir davlatlarni haqiqatdan bilib oldim. Endi Bobur akam qo'llardagi davlatlar bitta mana Cabo Verdedan tashqari, yo bilarmisiz bunaqa davlat borligini? Tushuncham bor edi. Demak bilmas ekansiz. Hammamiz rahmat deymiz sizga kattakon. Aynan mana shu masalada nafaqat bizni, balki bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga ham davlatlarni yangi biz uchun, shaxsan men uchun yangi bo'lgan davlatlarni kashf qilganingiz uchun rahmat deyman. Hammasini to'g'ri etishingizdan hech qanaqa shubha yo'q edi. Keyin bitta Ota-onangizga rahmat. Yashang. Kelib turing. Kelib turing. Choy poch. Shukrona, bilasizmi, Shahzoda Muhammedova yodingizda bo'lsa, birinchi efirda sizga bir sovg'a va'da qilgan edilar. Afsuski, sog'liqlari yomonlashganligi tufayli bugun efirimizda qatnasha olmayaptilar. Lekin menga shunday vazifani yuklaganlar, va'daligicha qolib ketmaydi. Uni ijrosi har doim birinchi o'rinda turishi kerak ekanligini eslatgan holda sovg'angizni menga berib yuborganlar. Xosga olib chiqib beraman. Bu katta globus esingizda bo'lsa, Wow. bunaqa globus meni stolimga ham yarashib turardi lekin. Ofisda, kabinetda, Sen nima qilasan bu globus? Men ham yo'lab davlatlarni topib yuraman-da, bugun birinchi marta eshitgan. Mana qarang, bu sizga shaxsan Shahzoda Muhammedovadan sovg'a, o'sha va'da qilingan katta globus. Katta qiz bo'ling. Rahmat. Молодец. Gapiringlar, bolalar, men yetib o'tirib olaman. Hurmatingiz bor. Shukrona, sizga globus yoqdimi? Zo'r ekanmi? Ha. Menga sovg'a qilmaysizmi? Men o'rganardim o'rningizga. Men bilmayman unaqa davlatlarni. Mana bunaqa deng. Meni oldimga kelsangiz, pulini Abbos, o'zingiz yeta qoling. Xora, Shukrona va Albert, aynan siz ovoz berish jarayoni natijalariga ko'ra yuqoridagi 3 pog'onani egallab turibsiz. Orangizdan eng ko'p ovoz to'plagan omadli inson kim ekanini esa hozir e'lon qilamiz. Diqqat qiling. Super finalga o'tgan ilk finalchi bu Shukrona. Shukrona, Tabriklaymiz. Siz finaldasiz. Demak, bu sahnada hali yana ko'rishamiz. Xursandliklarini qarang, yugurib ketdilar.